Mana bu bizani chiqarayotgan kreplenyalarimiz. Mana birinchi sort alyumindan chiqadi. Mana kimlardir mana chiqarayotganlar bor-da o'zini. Qolipda quyib, alyumin bor orasida. Yana nimalar qilib qo'yishyapti mana. Tayyor shunaqa bitta quyiladigan narsa mana. Endi omadligisini bersin. Lekin bu bunday yorilib sinib ketadigan bo'lsa, bitta aylanganda bitta quyosh paneli uchadi-da. Keyin nima deydi, buni kreplenyachi emas, aybi kreplenyada bo'lmaydi-da. Ustanovkachi, sotuvchi, quyosh paneli ustanovkasi bilan shug'ullanadiganlarga ayb yuklanadi-da bu. Sandan quyosh panellarining anaqasini uchib ketdi deydi. O'zi vaholanki mana shunaqa narsalarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun sifatli narsa ishlatishga harakat qilish kerak. O'zingizlar solishtirib olasizlar mana. Jiddiy mana biz butun quyamiz, keyin kesamiz. Keskanda ham mana hech narsa anaqa qilmaydi. O'zgarish bo'lmaydi bizning kreplenyalarimizda. 5 yil oldiga universitet. Neda Rasulbek?